97-yilda qurilgan. Qaysi dars o'tyapsizlar hozir? Yan boshqa Maktabinglarni yaxshilab beramiz. Mana bunaqa depressiya emas. Qarang, yerga tushsa o'zini urib oladi-ku bu. Qanday ko'paydi biz limon qilamiz. Bo'lib bosqichma-bosqich qilaylik. Keyingisi nasoz. Ichimlik suv ta'minot. Ketdik. Bu eng kattasi shu magistralni bu Nechinchi yil deb qurilgan bu? 70-yil qurilgan. Muammo Shavkat Mirziyoyevda ular energiya zapravkalar ko'p. Ularni qarzi Подожди, yangi nasosga 35 milliard kerak. Ularning qarzi 31 milliard. 31 milliard. Kam ishlaydi, ko'proq suv chiqarib beradi. Hurmatli prezidentimiz faqat qayg'uradilar odamlarning kayfiyatiga. Kelamanman, Yalvarda. Javob tashlagansizlar bu bog'chani. Hamon yo'qmish. Talbalarda elektr ta'minotida ham muammolar bor. Dastur qilib bersak, ular uchun alohida hayot tarzi o'zgaradi. Mahalladagi yo'li 1 kilometr yo'l asfalt qilinadi. 500 ta bolaga turamiz. Shuncha bolalarning bog'chasiz ekan. Nevaralarim kelganda bunaqa ahvol bo'lib qoldi. Shuni o'ylab shu 590 ta bolaga mo'ljallayapmiz-da. Ochilishiga keling. Yangi bino kerak. Yo'l nazorati. Tak, nima taklif? Menga tahlil qilib berdilar. Buni o'to'g'ri-ku bu. Qanaqa raqs? Rivojlanishi mumkin. Bunaqa masaladir. Да, немножечко. To'rttalasi bo'yicha. Dasturga kirgizamiz bo'lmasami? Assalomu alaykum. 100 tadan ortiq muammolar hal qilindi. Xorazmda iqtisodiyot haqida kichkinagina bir tasavvur qilish uchun To'g'ri juda past. ishmonlik ko'p yaratilyapti. Endi mana siz pullaring bor, shaffoflik kerak menga. Ko'p bo'ladi tushunish. Sizlar ham o'zlaringga mas'uliyat olib qisqa muddatda menga natijalar olib kelinglar.